Shu kino eslaringizmi? Shu kinoni ko'raman deb men ertachi moldan chiqarib ketay deb kechqurun beradi, mazza ko'raman deb. Bilasizlar, Qashqadaryo, Surxondaryoda yoz hamma joyda 1 zayl bo'lsa-da, bizda 2x bo'ladi. Bizda hamma joyda 40 gradus bo'lsa, bizda 80 gradus bo'ladi. O'zi ham o'sha haqli yomon qiziqdi. Va Pepsi'da kolani bakalashkasiga press bilan bo'ynidan bog'lardik-da, bakalashgan belga osib ketaydik to'ldirib. Ariqdan suvni to'ldirib olib ketaydik. Bizga qarab borki, mollar yaqasini ishlardi-da, bu bunchalar chidamli bu odamzodda borki. Kelardim. Voy, shu kino yarmiga uxlab qolardim-da. Bo'rilar zamini, Izabella. Lekin bitta qiz yomon chiroyli edi. Menga yoqar, shu qizga uylanaman deyardim. U qiz ham bir 50 ga kirgandir hozir. Bu kinoga mayli. Merlinchi, Merlinning kinosini ko'raman deb men 10:30 gacha uxlamay o'tirardim. Yana ko'zim hamda ochib yumib o'zimcha afsungarlik qilaman deb qo'yardim. Jumonchi materialni peshanaga bog'lab terakdan kamon yasab, zavurdan qamishni urib, o'q qilib bir-birimizga o'tardik. Hozirgi bolalar umuman var televizorga ham qaramaydi. Dardi dili PUBG, telefon. Ota qo'lida bir televizorda telefon, ona qo'lida telefon, bala qo'lida telefon. Vaqt tez o'tmoqda deganlar. Mayli, hammasi o'z yo'liga, vaqt juda tez o'tmoqda. Hozir faqat pul bizdan qo'yapmiz. Ota-ona qarayapti. O'lim kundan kunga ko'payapti. Eski tanishlar o'layapti. Bu bir kam dunyo tez o'tib ketadi. Bir-birimizni yaqinlar qadriga yetaylik. Yaxshi ko'rgan kinolaringiz kommentga yozib ketinglar. Sizlar ozgina xafa qilib qo'ygan bo'lsam uzr.